Qur'oni Karimdan oxirgi 3 parining tafsiri va musulmonlar uchun muhim bo'lgan hukmlar. Jami hamdu sana Allohga xosdir. Allohning payg'ambari bizning sayyidimiz va payg'ambarimiz. Hammamiz Muhammad alayhisalomga rahmat va salomlar bo'lsin. Ey musulmon qarindoshim va hamshiram, Alloh sizlarga rahmat qilsin. Bilishinglar kerakki, mundaq 4 ishni o'rganishimiz vojib bo'ladi. Birinchi, bilish bo'lib, u Alloh taoloni, uning payg'ambari Muhammad alayhisalomni va islom dinini haqiqiy ravishda tanishdir. Chunki bilmay turib Allohga ibodat qilish joiz emas. Kimki shunda qilsa, uning oqibati ozg'unlik bo'ladi. Hamda shu qilmishi bilan xristianlarga o'xshab qoladi. Ikkinchi, amal bo'lib, kimki bilganiga amal qilmasa, yahudlarga o'xshab qoladi. Chunki ular haqni biladi, lekin amal qilmaydi. Shaytonning hiylalaridan biri shuki, u insonga Alloh taolaning dargohida bilmaganligi uchun o'zra aytolmaydiganligini, o'rganish imkoni bo'lgandan keyin bilganlariga amal qilmasa, o'ziga qarshi pokit bo'lib qolganligini vasvasa qilib, uni ilm o'rganishdan qochiradi. Bu Nuh alayhisalomning qavmining hiylasiga o'xshaydi. Ular o'zlariga qarshi pokit bo'lib qolmasligi uchun barmoqlarini quloqlarga tiqib oldi. Kiyimlari bilan boshlarini cho'mkib oldi. Uchinchi, Alloh taolaning diniga da'vat qilishdir. Chunki ulamo va da'vatchilar payg'ambarlarning varislaridir. Alloh taolo Isroil avlodiga la'nat qilgan edi. Chunki ular bir-birlarini yomon ishdan to'smaydi. Ularning qilmishlari nima degan yomon. Da'vat qilish va ilm o'rganish farz kifoyadir. Agar uni jamiyatda yetarli kishilar ado qilsa, hech kim gunohkor bo'lmaydi. Agar hamma kishi uni tark etsa, hammasi gunohkor bo'ladi. To'rtinchi, ilm o'rganish. Uningga qilish va da'vat qilish yo'lida yetgan arsiyatga sabr qilishdir. Nodonlikni tugutish vojib bo'lgan ilmni o'rganishni osonlashtirish maqsadida uning tafsiri bilan birlikda bu kitobda bayon qildik. Bu kitobni imkon qadar ixcham chiqarishga payg'ambar alayhisalomdan rivoyat qilingan sahih rivoyatlarni elishga erishgan bo'ldik. Biz bu xizmatimizni kamoliga yetkazibdi deb o'ylamaymiz. Kamillik bo'lsa Alloh o'ziga xoslashtirgan sifatdir. Lekin biz tirishchiligimizni toqatimizning yetishicha sarf qildik. Agar to'g'ri qilgan bo'lsak, Alloh taolaning muvaffaq qilishi bilandir. Agar xato qilgan bo'lsak, o'zimizdan va shaytondandir. Alloh va uning rasuli bu xatolikdan pokdir. Qimmatlik tanqid fikrlar bilan ayblarimizni ko'rsatib bergan kishilarga Alloh rahmat qilsin. Alloh taoladan bu kitobni tayyorlash, tarjima qilish va besish, tarqitish, o'qish va o'rganish ishlarida yordamlashgan butun kishilarga yaxshi mukofot berishini, amallarini qabul qilishini, asl ajr va savob berishini chin dilimizdan tilaymiz. Alloh hammadan yaxshi bilguchidir. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga va uning oila tavobatlariga rahmat va salomlar bo'lsin. Islom dunyosidagi mashhur ulamolar va diniy ziyolilar bu kitobning tarbiyaviy ahamiyatining yuqoriligini ko'zda tutib, har qanday bir kishining bu kitobni o'qib chiqishini tavsiya qiladi. Qur'on o'qishning fazilati. Jami hamdu sanolar Allohga xosdir. Allohning elchisi shundaqla bizning sayyidimiz Muhammad alayhisalomga va uning oila tavobatlariga, sahobalarga rahmat va salomlar bo'lsin.
Qur'on Allohning so'zidir. Uning boshqa so'zlarga bo'lgan fazilati Allohning maxluqotlariga bo'lgan fazilatiga o'xshash ortiqdir. Tilni ishlatadigan eng afzal narsa Qur'on o'qishdan iboratdir. Qur'on o'qishni o'rganish, uni o'rgatish va o'qishning tuvandagidek ko'p fazilatlari bor. Qur'on o'rgatishning ajri. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: "Sizlarning eng yaxshilaringlar Qur'onni o'rgangan va uni o'rgatganlardir." Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Qur'on o'qishning ajri. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: "Kimki Allohning kitobi Qur'oni Karimdan bir harf o'qisa, uningga shu bir harfning ajri uchun bir yaxshilik yesiladi. Bir yaxshilikqa 10 hassa savob berildi." Imom Tirmiziy rivoyat qilgan. Qur'on o'rganish, yod elish va mahorat bilan o'qishning fazilati. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: "Qur'onni yod olgan va uni eng yuksak mahorat bilan o'qiydigan odam hurmatlik va yaxshi farishtalar bilan birga bo'ladi. Qur'on o'qish tas tuyulsa-mu, uni qiynalib o'qigan odamga 2 hassa ajr bo'ladi." Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Qur'on negisiga Qur'onni o'qigin, o'rligin, xuddi uni dunyodagi chig'ingda tajvid qoidalariga silib o'qiganingdek tajvid qoidalariga silib o'qigin deyiladi. Imom Tirmiziy rivoyat qilgan. Hattobi mundaq deydi: "Asarda mundaq rivoyat qilingan. Qur'on oyatlarining soni jannat darajalarining soniga teng keladi. Qariga jannatning darajalariga Qur'on oyatlaridan o'zing o'qigan miqdorda o'rligin" deyiladi. Kimki Qur'onning hammasini to'liq o'qigan bo'lsa, oxiratda jannatning eng yuqori darajasiga erishadi. Kimki uningdan bir para o'qigan bo'lsa, u jannatda shunchalik miqdorda o'rlay oladi. Demak, savob o'qib to'xtagan yerda tugaydi. Bolasi Qur'on o'rgangan kishining ajri. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: "Kimki Qur'on o'qisa, uni o'rgansa va uning amal qilsa, qiyomat kuni uning ota-onasiga nuridan tosh kiydirildi. Toshning nuri kunning nuriga o'xshash nurliqdir. Uning ota-onasiga dunyoning butun boyligidan qimmat 2 ton kiydirildi. Ular bu ton bizga nima uchun kiydirildi?" deydi. Javoban: "Farzandinglar Qur'on o'rganganligi uchun" deyiladi. Imom Hakim rivoyat qilgan. Qur'onning oxiratda egasiga shafaat qiladiganligi. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: "Qur'on o'qinglar. Shak shubhisizki, Qur'on qiyomat kuni egalariga shafaatchi bo'lib keladi." Imom Muslim rivoyat qilgan. Ro'za bilan Qur'on qiyomat kuni bandaga shafaat qiladi. Imom Ahmad va Hakim rivoyat qilgan. Qur'onni tilovat qilish va uni dars qilib o'qish uchun yig'ilgan kishilarning ajri. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: "Alloh taoloning uylaridan biror uyda yig'ilib, uning kitobini tilovat qiladigan va uni o'zaro dars qilib o'qiydigan har qanday bir qavmining ustiga xotirjamlik tushidi. Ularni rahmat o'rib oladi. Farishtalar qo'rshib oladi. Alloh ularni o'z dargohidagi maxluqotlarga so'zlab beradi." Imom Abu Davud rivoyat qilgan. Qur'on o'qishning adab axloqlari. Ibn Kasir mundaq bir qancha adab axloqni o'tirib qo'ydi. Qur'onni pok holatda tutishi va pok holatda o'qishi, uni o'qishdan burun misvaq ishlatishi, eng chiroyli kiyimlarni kiyishi, qiblaga yuz keltirib turishi, aslik tutganda o'qishdan to'xtashi, hojat tushib qolmasa gap qilaman deb qiroatni uzib qo'ymasligi, zehnini hozir tutishi, va'da qilingan oyatlar ustida to'xtab Allohdan uni tilashi,
ogohlantirish qilingan oyatlar ustida to'xtab, Allohga sig'inib, uningdan panoh tilashi lozim. Shundaqla Qur'onni ochiq tashlab qo'ymasligi, uning ustiga bir narsa qo'ymasligi lozim. Qarilar qiroat qilishda bir-biri bilan bas-basda unlik o'qimasligi, ko'ch-ko'ylarda va behuda so'rinlarda o'qimasligi kerak. Qur'onni qanday o'qish kerak? Anas raziyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning qiroati haqida so'ralganda, payg'ambar alayhissalom so'zib o'qiydi. Masalan, Bismillahirrahmanirrahim ni o'qisa, Bismillahni bir so'zatdi, Ar-Rahmonni bir so'zatdi, Ar-Rahimni mu so'zatdi deb javob bergan edi. Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Qur'on o'qish ajrining aslab berilganligi. Qur'onni Allohning roziligini ko'zlab, xolis holda o'qigan har qanday odamga ajr berildi. Lekin uni qalb huzuri bilan o'qilgan oyatlarni mulohiz qilib va tushunib o'qigan chaqda bu ajr hassalab ko'paydi va cho'ngaydi. Shunday bo'lganda har harfga 10 hassadan 700 hassagacha, balki uningdan ko'p yaxshilik yozildi. Bir kecha kunduzda o'qiydigan maqdar. Payg'ambar alayhissalomning sahobalari har kuni Qur'ondan ma'lum miqdorda o'qishni o'zlariga vazifa qilib olgan edi. Ulardan hech kim Qur'onni 7 kundan oz vaqtda bir qitim o'tkazishni o'ziga odat qilib olmagan edi. Uni 3 kundan oz vaqtda tugatishning ma'ni qilinganligi rivoyat qilindi. Hurmatli qarindishim, vaqtingni Qur'on o'qish bilan o'tkazishga erisman bo'lgin. Qandaq ish bo'lishidan qat'iy nazar, tashlamay o'qish uchun har kuni ma'lum miqdorda o'qishni o'zingga vazifa qilib olgin. Oz bo'lsa-mu hamisha o'qish, ko'p o'qishni vazifa qilib, keyin uni tashlab etishdan yaxshidir. Agar g'aflatda qilib yoki uxlab qilib vazifangni o'qiy olmagan bo'lsang, ats o'qib olgin. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: kimki o'qiydigan vazifasini o'qiy olmay yoki uning ma'lum qismini o'qiy olmay uxlab qolgan bo'lib, uni atsi bomdod namozi bilan peshin namozining oralig'ida o'qib olsa, uningga xuddi uni kechada o'qiganning savobi yozildi. Imom Muslim rivoyat qilgan. Qur'onni o'qish, tajvid qoidasiga silib qiroat qilish, mulohiz qilish, amal qilish, uning bilan shifolik tilash turlaridan qaysi bir turi bo'lishidan qat'iy nazar, uni tashlab etgan yoki unutib qolgan kishilardan bo'lib qolmagan. Sura Fatiha Makkada nozil bo'lgan 7 oyat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Bu surani Sura Fatiha echilish, boshlanish deb atashlik sabab uning eng avval nozil bo'lgan sura bo'lganligi uchun bo'lmasdan, Qur'onning boshlanishidagi sura bo'lganligi uchundir. Chunki Qur'onni yozmoqchi yoki o'qimoqchi bo'lgan kishi oldi bilan mushu sura bilan boshlaydi. Bu surani ba'zilar Makkada nozil bo'lgan desa, ba'zilar Madinada nozil bo'lgan deb qaraydi. Bu sura, ya'ni Ummul Kitob, kitoblarning onasi. Sab'ul Masani takrorlanadigan 7 oyat. Hamd surasi, Namoz surasi, Voqea surasi, Qo'g'dug'uchi qatorliq nomlar bilan atildi. Bu suraning fazilati haqida nurg'un hadislar kelgan bo'lib, bulardan biri Imom Buxoriy rivoyat qilgan payg'ambar alayhissalomning Alhamdulillahi robbil alamin din boshlangan bu sura Qur'onning javharidir. Namozda doim takrorlanadigan 7 oyat va menga berilgan katta Qur'ondir degan hadisidir. Birinchi oyat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Bismillah Qur'ondagi barliq suralarning beshidagi bir oyat emas, balki u suralar orasini farqlantirish uchundir. Uni har suraning beshida o'qish
mustahab. Ammo sura Tavbaning beshida o'qish makruhdir. Allah bu so'z faqat Alloh taolo uchunla xos ism bo'lib, u zotdan boshqasiga bu ism qo'llanilmaydi. Nihoyat shafqatli va mehribon. Bu ikki sifat rahmat so'zidan turlangan bo'lib, Rahman shafqatli degan sifat Allohdan boshqaga ishlatilmaydi. 2-oyat. Jimi hamdu sana olamlarning parvardigori Allohga xosdir. Hamda aytish faqat til orqali ifodalanadi. Ammo shukr aytish bo'lsa, til, qalb va a'zolar orqali bo'ladi. Shukr qilish berilgan ne'matga qarata bo'ladi. Ammo hamda aytish bo'lsa, maqtaluvchining mukammal ekanligiga bo'ladi. Hamdi va shukrlar Allah taologa bo'lsin. 3-oyat. Allah nihoyat shafqatlik va mehribondir. Allah subhanahu va taolo yuqorida o'zini butun olamlarning parvardigori ekanligidan iborat haybatlik sifatlarini zikr qilgandan keyin o'zining shafqat va mehridan iborat sifatini zikr qildi. Bu sifatlar bandalarning qo'rqish va umid ichida Alloh taologa itoat qilishiga turtki bo'ladi. 4-oyat. Qiyomat kunining egisidir. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bandalarga mukofot yoki jazo beradigan kunning egisidir. 5-oyat. Rabbimiz sana ibodat qilamiz va sendan yordam tilaymiz. Bu oyatda ibodat qilishni yordam so'rashdan ilgari keltirishlik sabab birinchisi ikkinchisiga vasl bo'lganligi uchundir. Ibn Abbos raziyallohu anhu bu oyatni mundaq tafsir qilgan: Ey Alloh, senla birda ulug'laymiz, sendan qo'rqamiz, sening toatingga va barliq ishlarimizga sendan yordam so'raymiz. 6-oyat. Bizni to'g'ri yo'lga boshlagin. Boshlash ikki turli bo'ladi. Biri muvaffaq qilish orqali boshlash. Bu xil boshlash Alloh taolo xosdir. Bu vaqtda oyatda mundaq kelgan: Shubhisizki, sen xohlagan odamingni hidoyat qila olmaysan, lekin Alloh o'zi xohlagan odamni hidoyat qiladi. Sura Qasas 56-oyat. Ikkinchisi ko'rsatib va yetaklab qo'yish bo'lib, bu payg'ambar va payg'ambarlarning agashkuchilari bo'lgan o'lima, da'vatchilar uchundir. Bu haqda oyatda mundaq kelgan: Shak shubsizki, sen to'g'ri yo'lga boshlaysan. Sura Shura 52-oyatning bir qismi. Yuqoridagi oyat boshlashning ikkili turini ko'rsatib beradi. Chunki Alloh taolo yaxshilikqa muvaffaq qilguvchi va bizga to'g'ri yo'l ko'rsatishi uchun payg'ambarlarni avatguchidir. Oyatdagi to'g'ri yo'l islom yo'lidir. 7-oyat. G'azabinga yo'liqqanlarning yo'liga emas, ya'ni yahudlarning yo'liga emas, chunki yahudlar aqni bilib turib qasdan yo'lidan chiqqanligi uchun Alloh taolaning g'azabiga loyiq bo'lgan. Imom Ahmad va Ibn Majah payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Yahudlar hech narsaga sizlarning salom qilish va amin deyishinglarga hasad qilgandek hasad qilmagan va ozg'inlarning yo'liga emas, ya'ni xristianlarning yo'liga emas, chunki xristianlar haqdan bilmay ezib ketgan. Ular İsa alayhissalom haqida oshkor ozg'inlikdadir. Sen inom qilganlarning yo'liga boshlagin. Ular Alloh taolaning munu so'zda tilga ilingan. Kimlarki Allohga va payg'ambarga itoat qiladigan, ular oxiratda Allohning ne'matiga erishgan payg'ambarlar va siddiqlar, ya'ni yuqori darajalik payg'ambarlar va shahidlar.
shehidlar va yaxshilar bilan birga bo'ladi. Ular nima degan yaxshi hamrohlar? Sura Nisa 69-oyat. Amin ning ma'nosi ey Alloh, duolarimizni ijobat qilgin degan bo'ladi. Kitob o'qish munbiri avlodlar turbeti hozirladi. Davomiga davomli diqqat bergaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu.